Futbolda katta janjal. Hakam 23 futbolchiga qizil kartochka ko'rsatdi. 9-mart kuni Braziliyaning Atletico Mineiro va Cruzeiro futbolchilari o'rtasida shtat chempionati finalining so'nggi daqiqalarida ommaviy mushtlashuv yuz berdi. Uchrashuv hakami 23 nafar futbolchiga qizil kartochka ko'rsatdi. Final shtagi yangragach maydonda ikki jamoa futbolchilari hamda zaxira o'yinchilari ishtirokida ommaviy mushtlashuv yuz bergan. Mojaroning faol ishtirokchilaridan biri Hulk bo'ldi. Janjal Atletico Mineiro darvozaboni raqib futbolchisini yerga yiqdi. Unga zarba bera boshlaganidan keyin kelib chiqqan. Mojaro tez avj olib, unda Hulk bilan birga sobiq Atletico futbolchilari Gerson va Mateo Cassera ham qatnashgan. Hakam voqea joyida janjal ko'lami katta bo'lgani sabab maydonda hech kimga qizil kartochka ko'rsatmagan va jamoalar o'yinni rasmiy ravishda to'liq tarkib bilan yakunlagan. Biroq keyinchalik hakam o'yin bo'yicha rasmiy hisobotga jami 23 ta qizil kartochkani kiritgan. Shundan 12 tasi Cruzeiro futbolchilariga, 11 tasi esa Atletico Mineiro a'zolariga berilgan. Final uchrashuvidagi yagona golni Caio Jorge kiritgan. Eslatib o'tamiz, 2025-yilning 26-noyabr kuni Boliviya Kubogining chorak finalida Real Oruro va Blooming o'rtasidagi uchrashuv katta janjal bilan yakunlangan va yakunda hakam 17 ta qizil kartochka ko'rsatilgan edi.